Matiz zotini tugashi deydi-yu. Mashinaning holatini ko'rasizlar. Tiniq ideal. Kaltlar nima deyapti? Kaltlar. Tiniq akada. Bes probek Matiz yaqin 10 yil ichida kim ko'rgan shunaqasini? Mashinaning holatini ko'rasizlar. Mashinaning holatini, idealligini ko'rasizlar. Tiniq. Akalar qaranglar. Gidravlikasi bor, gidravlika bor, konditsioneri bor, holati tiniq. Mana bu salafallar bor, o'zini salafallari, radnoy turibdi. Mashina holatini ko'ringlar bitta. Asal deydi-yu, asal mana mashinasi bo'ladi. Akalar bitta like bosib qo'ying, bitta like bosmasanglar bo'lmaydi lekin. Mashina holatini ko'ryapsizlarmi? Tiniqligini. Zapaskani ko'ryapsizlar. Mashina lekin ulug' bo'lib turibdi, ulug'. Yaqin 10 yil ichida kim ko'rgan shunaqasini? Qani kommentda bitta yozinglarchi. 10 yil ichida ko'rganlar bormi shunaqasini? 5 ketdi lekin mashinaga. Mashinamizning narxi 6200 dollar. Mashina o'mirlarga aloqaga chiqib, bemalol barakasini qilsanglar bo'ladi akalar. 6200 dollar. Gazini bosinglar akalar. Bitta like bosishni unutmanglar.